Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sodiqil va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadicha onamiz roziyallohu anhoning siyratlarini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz. Qayg'u yo'li. Sayyidul xalq, Habibul haq, odam farzandlarining sayyidi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo imtihonlar bilan, sinovlar bilan, mashaqqatlar bilan sinadi. O'zini eng suygan payg'ambariga, eng suygan bandasiga mana shunday sinovlarni beribdimi? Endi siz bilan bizga o'xshagan odamlarga sinov kelishi, imtihon, mashaqqat kelishi demak oddiy ish ekan. Bu dunyoning tabiati shunaqa. Sinov uchun yaralgan bu dunyo. Siz bilan biz imtihon uchun kirganmiz. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asrga qasam deydi Alloh taolo. Innal insana lafi khusr. Albatta inson aniq ziyonda. Dunyoga kirdimi? Ziyonga kirdi. Chunki imtihon, sinov, mashaqqat, mehnat. Kimdir bu imtihondan yaxshi chiqadi, najotga erishadi, kimdir buni aksi bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam bu dunyoga kelar ekan, bu dunyoning hikmatini, haqiqatini, mohiyatini tushunganidan keyin dunyoni matohi kelsa, ko'p ham xursand bo'lib ketavermaydi. Endi dunyoda matoh qo'lidan ketib qolsa, bunga qayg'urib ham boravermaydi. Unisini ham sinov deydi, bunisini ham sinov deydi, rozi bo'ladi. Haqiqiy mukofot, haqiqiy jazo hovlisi oxiratda, birodarlar. Siz bilan biz bu dunyoga imtihonga, sinovga kelganmiz. Mana 10-yilga kelib payg'ambarlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin Rasululloh suyangan ikki kishisi vafot etdi. Abu Talib vafot etdi. Abu Talib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ko'chada bo'ladigan ozor aziyatlardan qolqon edi. Chunki Abu Talibning hurmatidan, uni manzilatidan hayiqib, Qurayshning hamma odamlari ham payg'ambarimizga kelib ozor bera olmas edi. Faqatgina sayyidlar, qavmning ulug'lari payg'ambarimizga ozor beradi, lekin to'g'rimi-to'g'ri qalang'i qasangi odamlar payg'ambarimizga jur'at qila olmas edi. Ammo Abu Talib vafotidan keyin Rasululloh aytadilar: "Menga Qurayshdan aziyat Abu Talib vafotidan keyin yetishdi boshladi." 10 yilgacha ozor aziyat bo'lgan, ammo bularni Rasululloh aziyat demayapti. Menga Qurayshdan haqiqiy aziyat Abu Talib vafot etgandan keyin yetdi. Har qanday odam ham yaqin bir kishisi vafot etsa qayg'uradi. Musulmon odam ham otasimidi, onasimidi bir yaqini vafot etsa qayg'uradi. Ammo bu qayg'uni yengil qiladigan bir shunday bir ish borki, shunday bir kayfiyat, holat borki, mana shu g'amini, qayg'usini biroz yengillatadi. Nima edi bu? Bu vafot etgan odam mo'min bo'lib vafot etganligi. Bu jannatga borishidan umidi bor ekanligi mana shu qayg'u egasini, mashaqqatini, qayg'usini biroz yengillatadi. To'g'rimi? Parvardigorning huzuriga ketdi. Solih bo'lib o'tgan bo'lsa, mashaqqat dunyosidan yengillikka o'tdi. Mehnat, taklifot dunyosidan mukofot hovlisiga o'tdi deydi-da, mana shu narsa sizni qayg'ungizni biroz nima qiladi? Yengillatadi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Talibning vafotiga bo'lgan qayg'usi juda qattiq bo'ldi. Birinchidan vafot etganiga qayg'urgan bo'lsa, ikkinchidan mushrik holda vafot etganligiga payg'ambarimiz juda qattiq bir qayg'urdi. Chunki Rasulullohning kichkinaligidan 8 yoshidan o'zini uyiga olib tarbiya qilgan, himoya qilgan, mushriklarda aziyatidan bir qolqon bo'lib turib bergan, Rasulullohga shuncha xizmat qilgan kishisi, yaqin kishisi mushrik holatida vafot etdi. Mana shu narsaga payg'ambarimiz juda qattiq achinar edi. Rasululloh amakisining islomga kirishiga juda haris bo'lgan edi. Hatto mana shu o'lim soati yetib, oxirgi lahzalari qolganida dunyoda Rasululloh Abu Talibning huzurida turar edi. Muttafaqun alayh, Said ibn Musayyab otasidan rivoyat qiladi. U kishi aytadilar: Abu Talibga o'lim soatlari yaqinlashganida uning huzuriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldi. U yerda Abu Jahl ham bor edi. Rasululloh Abu Talibga: "Ey amaki, la ilaha illalloh deng. Ana shu kalima bilan Allohning huzurida sizni foydangizga guvohlikka o'taman.
Hatto mana shu oxirgi holatida bo'lsa ham aytib qolsa, bitta kalimani Rasululloh men shafaatimga olaman, Allohning huzurida sizni foydangizga guvohlik o'taman deb turibdi. Abu Jahl esa, ey Abu Talib, Abdul Muttolibning millatidan, ya'ni dinidan yuz o'girasanmi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kalima keltirishiga haris bo'lib gapini qaytaraverdi, ammo Abu Jahl ham to'xtamadi. Abu Talibni oxirgi aytgan so'zi shu yerdagilarga Abdul Muttolibning dinida qolganligi edi. Shu so'zni aytdi, kalimani qaytarmadi, mushrik holida vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunda ham aytdilarki, Allohga qasam, modomiki agar Alloh qaytarmasa meni, senga istig'for aytaman dedi. Modomiki Alloh tomonidan istig'for aytmang amakizga degan buyruq kelmagunicha sizga gunohingizga istig'for aytaman dedi. Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi. Mushrikka istig'for aytib bo'lmasligi haqida. Ma kana linabiyyin wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Na payg'ambar va na bu mu'minlar agar mushriklar qarindoshlari bo'lsa ham ularning do'zax egalari ekanliklari aniq ma'lum bo'lganidan keyin u mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Demak, mushrik holda o'tgan odamning haqqiga istig'for aytib bo'lmaydi. Payg'ambarimizga mana endi Qurayshdan haqiqiy aziyatlar yetishlikni boshladi. Ko'ring, har bir odam o'zini e'tiqodiga o'zi javob beradi. Agar payg'ambarning bolasi bo'lsa ham, otasi hech narsa qilib bera olmaydi. Payg'ambarning amakisi bo'lsa ham, payg'ambar hech narsa qilib bera olmaydi. Har bitta odam aqidasi uchun yolg'iz o'zi javob beradi. Shuning uchun aqida masalasini aniq, ravshan, tiniq o'rganib, e'tiqodlarimizni, aqidalarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Payg'ambarimiz Qurayshni yangi islomga da'vat qilishni boshlaganida o'zini urug'ini yiqqan edi. Aytgan edi: "Ey Quraysh jamoasi yoki shunga o'xshash so'z, o'zingizlarni jahannam o'tidan qutqarib olinglar. Sizlar uchun Allohning huzurida biror narsa qilib bera olmayman. Ey Bani Abdumannof, o'zingizlarni jahannamdan qutqarib olinglar. Allohning huzuriga borganda sizlarga bir narsa qilib bera olmayman. Ey Abbos ibn Abdul Muttolib, amakisi, o'zingizni do'zaxdan saqlab oling. Allohning oldiga borganda hech narsa qilib bera olmayman. Ey Sofiya bint Abdul Muttolib, Rasulullohning ammasi, o'zingizni jahannamdan saqlab oling. Qiyomat kunida men hech narsa qilib bera olmayman. Ey Fatima bint Muhammad, o'zini qizi, eng yaxshi ko'rgan qizi, o'zingizni jahannam o'tidan qutqarib oling. Qiyomatda men hech narsa qilib bera olmayman dedi. Otasi payg'ambar bo'lgan Fatima bint Muhammadga roziyallohu anha, o'zing uchun o'zing ishlab qol, qiyomatda men senga foyda bera olmayman deb turibdi. Ko'zimizni katta ochaylik. Ko'zimizni katta ochaylik. Abu Talib vafot etdi. Rivoyatlar har xil 3 kun deyiladi, 1 oy deyiladi, 2 oy deyiladi. Muhimi, Abu Talibning vafotidan hech qancha vaqt o'tmasdan Xadicha onamiz vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uydagi ko'makchisi. G'am tashvishlarini shunday bo'lib yelkasiga oladigan, u zotning ko'nglini ko'taradigan, bori burdini Alloh va Rasulining yo'lida sarf qilib qo'ygan eng suyukli birinchi ayoli, mu'minlarning birinchi onalari Xadicha bint Xuvaylid vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbiga qattiq qayg'u kirdi. Savol: yaqini o'tdi, bir musibat keldi, mo'minning qalbiga qayg'u kirdi, g'amga kirdi, siqilishga kirdi. Shu gunohmi? Sabrga teskari ish emasmi shu? Yo'q, birodarlar. Bu sabrga zid emas. Bu tabiiy holat. Insonning tabiati, insonning fitrati. Alloh taolo siz bilan bizni qalbimizga qayg'u kirganiga hisob-kitob qilmaydi. Bu narsa uchun siz bilan bizni jazolamaydi. Ammo mana shu g'am, qayg'u kelgan paytda tilimizdan chiqqan so'zga, tavhidga zid bo'lgan tilimizdan chiqqan so'zga hisob-kitob qiladi. Allohning taqdiriga norozi ekanligimizni izhor qilayotgan so'zimizga hisob-kitob qiladi. Lekin siqilganiga, qalbiga g'am, qayg'u kelganiga, ko'zi yoshlanganiga hisob-kitob qilinmaydi. Bu tabiiy holat. Yig'lama, yig'lama. Allohning taqdiriga norozimisan? Yig'lamam. Bardan bo'ldi deydi yonidagi niqalari. Enasi o'ldi uni. Otasi o'ldi, yig'laydi u. Bolasi o'ldi, yig'laydi u.
Yig'laganga gunohkor bo'lmaydi. Faqat hozir aytdik, tiliga javobgar bo'ladi. Sochini yulib, betini shilib, kiyimlarini yirtib, qaysi qilgan gunohim uchun seni o'rniga mana shu qilgan qilig'ingga javob berasan Allohning huzurida. Demak, yig'lash mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'illari Ibrohim kichkinalik paytida vafot etdi. Shunda Rasululloh vafot etgan o'g'ilni qo'liga olib, hidlab, ko'ziga yosh keldi. O'g'il farzandlari turmagan payg'ambarimiz, bilasizlar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu va la naqulu illa ma yurdi robbana va inna bi firaqika ya Ibrohim la mahzunun." Albatta ko'z yoshlanadi, dedi payg'ambarimiz. O'g'lini ushlab turib. Qalb qayg'uradi, ammo biz faqat Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, sendan ajralishlikdan biz qayg'udamiz dedi. Shunaliga, demak, g'am bo'lishligi, musulmonning qalbiga qayg'u kirishi, ko'zini yoshlanishligi bu u uchun gunoh, ayb hisoblanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklardan juda ko'p ozor, aziyatlarni eshitib uyga kirar ekan, Hadisha onamiz xursandchilik bilan kutib olar edi. Tabassum bilan kutib olar edi. U zotni ko'nglini ko'taradigan so'zlarni topib gapirar edi. Shu bilan payg'ambarimiz bir g'amini, bir qismini olar edi. Uyga kirib payg'ambarimiz rohatlanardi, huzurlanar edi. Haqiqatan Alloh taolo Hadisha onamizni payg'ambarimizga birodarlar taskin, orom o'rni qilib bergan edi. Mana shunday ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Erini ko'chadagi g'am tashvishlarini yengishlikka yordam beradigan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Kimda shunaqa ayol bor bo'lsa, Alloh shu bandasini erkalatib qo'yibdi. Uyga kirganda ham tinchlik, huzur, halovati bo'lmaydigan erkaklar bor. Alloh insof bersin bunaqa ayollarga. Alloh insof bersin. Hadisha onamiz roziyallohu anha qiyomatgacha keladigan muslima ayollarga ibrat bo'ladi. Chunki kamol topgan 4 ta ayolning bittasi Hadisha bint Xuvaylid roziyallohu anha edi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rosa siqilib, aziyatlarni eshitib, Quraysh islomni qabul qilmayotganligidan siqilib uyga kirganda tabassum bilan kutib oladi Hadisha onamiz. Men endi yo'q Hadisha onamiz. Shirin so'zlar bilan, samimiy tabassum bilan qarshi oladi. Mana shu narsa sababli juda ko'p g'ami ko'tarilardi payg'ambarimizga. Shuning uchun birodarlar, uydagi ayollarimizni qadrini bilaylik. Uydagi ayollarimizni qadriga yetaylik, o'rnini bilaylik. Chunki hayotdagi katta muammolarimizni, ko'p muammolarimizni yengishlikka mana shu ayollarimiz bizga ko'makchi bo'ladi. Mana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Hadisha onamiz vafot etdi. U zotni kelishini xursandchilik bilan kutib oladigan, u zotni qalbiga yoqadigan so'zlarni aytadigan, qalbiga taskin beruvchi so'zlarni topib aytadigan, farzandlar tug'ib bergan o'zining birinchi ayoli endi yo'q. Endi ko'chadan kiradi uyga. Ana shu tanish yuzni istaydi, yo'q. Ana shu quloqiga yoqadigan shirin so'zni aytadigan ovozni istaydi, endi yo'q. Sirat kitoblarida keltiriladi. Hadisha onamiz roziyallohu anha dunyodan ketadigan lahzalar yaqin bo'lganda, mana shu solih ayol oxirgi marta Rasulullohga qarab tabassum qildi. Oxirgi marta. 25 yil turmush qilgan bo'lsa, 25 yil Rasulullohning xizmatida o'zi turdi. Bori burdini, moli mulkini Alloh va Rasulining yo'lida, haqni odamlarga tarqatish yo'lida sarf qilib berdi. Mana endi dunyodan ketadigan lahzalar keldi. Oxirgi lahzalar. Mana shu lahzada ham payg'ambarimizga qarab tabassum qildi. Mana shu tabassum haqida aytilinadi. Ehtimol Hadisha roziyallohu anha Rasulullohning ko'nglini oxirgi marta ko'tarmoqchi bo'lgan edi. Go'yoki dunyoda qolgan oxirgi lahzalarni ham Rasulullohning xizmati uchun, ko'ngli uchun sarf qilmoqchi bo'lgan bo'ldi edi. Oxirgi lahzalarni ham Rasulullohni quvontirish uchun sarflayotgan edi. Ehtimol Hadisha onamiz jannatda u onamizga tayinlangan qasrni ko'rib turib tabassum qilgandir. Chunki birodarlar, har bir mo'min dunyodan chiqib ketar ekan, o'lim lahzalari kelganda unga
jannatda beriladigan maqomi, jannatda oladigan joyi ko'rsatiladi. Shunda u uchun o'lim eng shirin narsaga aylanib qoladi. Payg'ambarimiz aytganlar, kim Allohni ko'rishni xohlasa, Alloh uni ko'rishni xohlaydi. Kim Allohni ko'rishni xohlamasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlamaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasul, o'lim bor o'rtada. O'limni hech kimiz yaxshi ko'rmaymiz. O'limni hammamiz yomon ko'ramiz. Bu Allohni ko'rishni xohlamayotganligimiz emasmi?" deganida payg'ambarimiz unday emas dedilar. Mo'min kishini dunyodan chiqib oxiratga o'tadigan vaqt soati kelganda unga jannatdagi maqomi, jannatdagi martabasi ko'rsatiladi. Shunda mo'min uchun dunyodagi eng sevimli narsa o'lim bo'lib qoladi. Chunki shu o'limni totsa joyiga boradi. Ehtimol Hadicha onamizga va'da qilingan, ichi g'ovak bo'lgan, katta gavhar toshdan qilingan qasrni ko'rgan paytda ko'zi quvongandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng suyukli ayoli Hadicha binti Xuvaylid roziyallohu anha. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhisalom kelib aytgan edi. Imom Buxoriydan, Abu Hurayradan. "Ya Rasululloh, ana Hadicha kelmoqda. Uning qo'lida bir idish bor. Ana shu idishda yo taom bor, yo sharob bor. U oldingizga kelganida unga Robbisidan va mendan salom ayting. Va jannatdagi ichi g'ovak marvaratdan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering." Ehtimol Hadicha onamiz shu uyini, shu qasrini ko'rib turib tabassum qilgandir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shunday bir buyuk insonlarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishlikni, muslima opalarimiz, singillarimiz bulardan o'zlariga ibrat namuna olishligini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.